O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tomonidan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida barpo etilayotgan GESga press tur tashkil qilindi. Batafsil muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Media sayohat Quyi Chotqol gidroelektr stansiyasining imkoniyatlari, qurilishda qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar bilan tanishishdan boshlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, stansiya yiliga 300 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu esa 125 mingta xonadonni elektr bilan ta'minlash imkonini beradi. Gidroelektr stansiyasi to'liq ishga tushgach, 81 million kubometr tabiiy gaz yoki 250 ming tonnagacha ko'mir iqtisod qilinadi. Hozirgi paytda GES binosining qurilishi, asosiy to'g'onimiz betonlab qurilish ishlari davom etmoqda. To'g'onimizni boshqa to'g'onlardan ajralib turadigan farqi bosib zichlanadigan betondan quradiganimiz. Oddiy betonimizga, ya'ni vibrinniy beton deymiz, o'sha betonga nisbatan afzalligi tez olinishi. Bosqichma-bosqich uzluksiz olsa bo'ladi, imkoniyati bor. Platina o'sha qurmoqchi bo'lgan to'g'onimizni tezroq bitirish imkoniyatini beradi. Press-turning navbatdagi manzili qurilish laboratoriyasi bo'ldi. Bu yerda to'g'on barpo etishda ishlatiladigan barcha materiallar sifat nazoratidan o'tkaziladi. Zamonaviy uskunalar yordamida har bir xomashyo muntazam monitoring qilinadi. Jarayonlarga Turkiya va Eronlik tajribali mutaxassislar jalb etilgan. Sifat nazoratchisi hisoblanamiz, ya'ni bu betonimiz uchun biz javob beramiz. Buning uchun biz Italiyadan keltirilgan Mates uskunalari orqali Amerika standarti ISTM bo'yicha ish olib borganmiz. Erondan kelgan mutaxassislar bilan birga ish olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda biz o'zimizning GES uchun yangi Amerika standartiga munosib RCC betondan foydalanyapmiz. Ya'ni bu O'zbekistonda hozirda birinchisi hisoblanadi. Bizda yangi muz chiqazadigan uskuna olib keldik. U ham dunyoda hali ko'p davlatlarda qo'llanilmagan. Muz uskunasini qo'yishimizdan maqsad asosan issiq kunda betonimiz tez qurib qolmasligi uchun asosiy to'ldiruvchi hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari vakillari sementatsiya ishlari olib borilayotgan tunnelga ham tashrif buyurishdi. Uzunligi 600 metrdan oshgan bu inshoot filtratsiyaga qarshi xizmat qilib, suv yo'qotilishining oldini oladi. Bizda sementatsion tunnellar mavjud. Asosiy maqsadi qatlam, ya'ni yillar mobaynida bu qatlamlar hosil bo'lib, tog' qatlamdan iborat. Shu qatlamlardan suv o'tmasligi uchun uskunalar bilan burg'ulab, bu yoqqa sement qorishmasi haydaladi. Ya'ni ham mustahkamlash, ham suvni to'g'ondan sizib chiqmasligi uchun bu juda muhim omil hisoblanadi. Ma'lum qilinishicha, Quyi Chotqol gidroelektr stansiyasini joriy yil Mustaqillik bayrami arafasida ishga tushirish rejalashtirilgan.